Hammangizga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan bugun Bruce Leening ustozi bo'lgan Ip Manning bitta mashqini amalda qilib ko'ramiz. Qo'ldan kelgancha poddersha qilishlaringizni so'rab qolaman. Ko'rinishidan yengil bo'lgan bu mashq ozgina vaqt o'tib qo'lga shunday bir og'irlik, qiyinchilik tushadi va tutishda davom etasiz. Iloji bo'lsa 60 sekund tutish kerak. Agar bu mashq qiziq bo'lsa, siz ham o'zingizda sinab ko'ring va necha sekundgacha tutganingizni kommentariyada yozib qoldiring.